بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli Qur'on muxlislari, Qur'on o'qishni o'rganamiz deb nomlangan navbatdagi onlayn tajvid darsimizni davom ettiramiz. Bugun Voqea surasini 41-oyatidan 56-oyatigacha bo'lgan qismini o'tishga harakat qilamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. وأصحاب bo'lib hamza tushib qolmasligi kerak. Hamzani qattiq etamiz. Va as sodni ham yo'g'on ham sirg'altiramiz. Sodni yo'g'on qilaman deb va os bo'lib qolmasligi kerak. Va os yoki va ani ingichka qilaman deb va ashab bo'lib sod ham ingichka bo'lmasligi kerak. Va ashabush shimali ma ashabda demak madmun fasil bor. Uchiradigan kamchilik ma ashabul qolishligi. Ma ashabul bu joyda ham hamza tushib qoladi. Shunday bo'lmasligi kerak. Ma as mana shunday o'qiladi. Ma ashabush shimal. Oxirida madi oriz lamni bayniyasini bildirib qo'yishimiz kerak. Masalan, ashabush shimal bu qolishi mumkin. Shimal emas, shimal. Al qalqala ham bo'lib qolish ehtimol bor. Shimali bo'lib, undan ham chetlanamiz. Fi samumin va hamim. Bu o'zi oson, lekin dimog'iga ketib qolish juda ham kuchli bo'ladi, chunki samumdagi ikkala mim orasida mad harfi bor. Hamimda ham ikkala mim, ya'ni g'unna sifatiga bo'lgan mim orasida mad harfi bor. O'sha madda eng ko'p uchraydigan
fi samumin mana shunday bo'lib qoladi. Samumin emas, samumin va hamim bo'lib qolishi mumkin. Hamim emas, hamim. Fi samumin va hamim. Mana shunday. Lekin dimoqdan chetlanaman deb mana bu joyda g'unnali idg'omdagi g'unna ham yo'q bo'lib qolmasligi kerak. Fi samumin va hamim bo'lib qolish mumkin. Miu emas, miu. Qaysi joyda g'unna, qaysi joyda g'unna emasligini bilib olishimiz kerak bo'ladi. Va zillim min yahmum. Xo'p, eng ko'p uchraydigan kamchilik voni yo'g'oni ketib qolishi mumkin. Va zillim bo'lib vo yo'g'on va zil voni yo'g'on qilaman deb undan keyin kelayotgan lam ham yo'g'on bo'lib qolish ehtimoli kuchli. Masalan, va zillim bo'lib qolishi mumkin. Lim voni o'zi yo'g'on, li ingichka. Va zillim mi dimoqda ushlab turamiz. Yahda hni rohavasini bildiramiz. Ana undan keyingi mum xuddi samumdek ikkita g'unnaning orasida mad harfi g'unnasiz. Yahmum ana shunday. Mi yahmum la baridin va la karim. Hop, bu yoq oson. Karimda ham karim bo'lib dimoga ketib qolish ehtimoli bor. Karim deb talaffuz qilamiz. Innahum kanu qabla zalika mutrafin. Innahum ushlab turamiz. Kanu dimoga ketib qolishi mumkin. Kanu bo'ladi. Qabla bani qalqalasini bildirib o'tamiz. Qabla bo'lib qolishi mumkin. Qabla zalika eng ko'p uchraydigan kamchilik tni shamolini bildirmaslik. Mutrafin bo'lib qoladi. Mutrafin yoki mutarafin bo'lib qalqala ham bo'lib qolishi mumkin. Mut hamsini bildirib keyin ro'ga o'tamiz. Mutrafin. Wa kanu yusirruna alal hinsil azim. Mana bu joyda yusirruna bo'lib qolishi mumkin. Sod yo'g'on. Yusirruna alal hins bu joyda lam harfini qalqala bo'lib qolishidan ehtiyot bo'lgan holda yana ixfoga ham e'tibor beramiz. Sani mahrajida turishi kerak. Tilimiz hinsil. Hinsil. Uchraydigan kamchilik hinsil bo'lib qoladi. Hinsil. Hop, alal hinsil azim. Azimda ham mana shuni ham yaxshilab bilib olishimiz kerak. Chunki sadaqallohul azim deganimizda ham shu vo izg'ini yaxshilab bildirishimiz kerak. Z bo'lib qolish holati uchraydi. Azim bo'lib, azim emas. Yoki adim bo'lib dod ham bo'lib qolishi mumkin, u ham emas. Bu vo sirg'aladi va chuchukchaga o'xshab chiqadi. Zi. Ayni paytda yo'g'onligi uchun oldidagi ayn ham yo'g'onga aylanib qolish ehtimoli bor. Azim bo'lib, hinsil azim bo'lib qolishi mumkin. Masalan, o'sha sadaqallohul azimdan misol keltirsak ham sadaqallohul azim bo'lib qoladi. Azim emas. A ingichka, vo yo'g'on. Al-azim. Ayn ingichka qilaman deb keyin azim bo'lib, zi bo'lib ingichka bo'lib qolmasin. Al-a ingichka, zi yo'g'on, keyin mimni bildirib qo'yamiz. Alal hinsil azim. Wa kanu yaquluna a iza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'uthun. Va kanu bo'lmasin va yaquluna oson. Aiza dega hamzaga hushyor bo'lamiz. Aiza bo'lib qoladi. Aiza, aiza qattiq chiqish kerak. Mitna bo'lib qolishi mumkin. Mitna dega t ga e'tibor beramiz.
va kunna ushlab turamiz. Va kunna tez o'tib ketish holati uchraydi. Va kunna turaban va izzo. Mana bu joyda ham va izzoda zo va idoman bo'lib qoladi. Shunga hushyor bo'lamiz. Yoki z bo'lib qolishi mumkin, kam holatda ham va izoman ham bo'lib qolishi mumkin, lekin ko'p holatda dot bo'lib qoladi. Va idoman bo'lib, unda emas, zo sirg'alib chiqadi bu. Va izoman ainnada ham aynna bo'lib qolishi mumkin. Aynna hamzaga e'tibor beramiz. Ainna nunni ushlab turamiz. Lamab'usun bani qalqala qilamiz. Lamab suvni ham ingichka qilamiz. Labimiz zammada qolib ketib qolsa, fun bo'lib qoladi. Lamab'usun fu emas, lamab'usun. Bunday misollarni ko'p o'tganmiz yuqoridagi darslarimizda ham. Ya'ni oldin labni yoyib, sani aytib olib, keyin zammani aytamiz. Sun. Awa abaunal awwalun. Ava aba bo'lib qolishi mumkin. Ava mad muttasilni miqdoriga yetkazib qo'yamiz. Ava abaunal bo'lmasin. Ava abaunal. Avvalun bo'lib qolishi mumkin. Avvalun labimiz bu yoqqa chiqadi. Avvalun. Qul innal awwalina wal akhirin. Qul o'tganmiz buni, lamni bildirishlik. Inna ushlab turamiz. Innal awwalina wala bo'lib lam sukunli lamlar qalqala bo'lib qolishi mumkin. Undan tashqari avvalina ko'p uchraydi. Qul innal avvalina emas, awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum. Xo'p, jimni qalqalasiga e'tibor beramiz bu joyda. Lamajmu'una bo'lib qolishi mumkin. J qalqala bo'ladi. Lamajmu'una. Bu joylarda ham mu'una bo'lib dimoga ketib qolishi mumkin. Mu'una emas, mu'una. Ila miqotida ham dimoga ketib qoladi. Miqoti bo'lib. Miqoti yawmin yazmin bo'lib qolishi mumkin. Yawmin ma'lum. Men ushlab turamiz. Mana bu joyda yana bir kamdan kam holatda uchrasa ham eslatib o'tamiz, bo'lib qolishi mumkin. Ila miqoti yawmin bo'lib ti yawmin t cho'zilib qolishi mumkin yoki ti yawmin keyingi yega idg'omga o'xshagan bir talaffuz bo'lib qolishi mumkin. Shunga ham e'tibor beramiz. Ila miqoti yawmin ti yawmin bo'ladi. Miqoti yawmin bo'lib cho'zilmaydi. Summa innakum ayyuhad-dallunal mukazzibun. Summa ushlab turamiz. Ayni paytda yana bir eslatay. So bo'lib yo'g'on bo'lib qolmasin. Somma ko'p uchraydi bu. Somma, summa sini yoyib aytib olib, keyin uni aytamiz. Summa. Lekin ingichka qilaman deb simma ham bo'lib qolmasin. Simma. Innakum dotni mahrajini bildiramiz va bu joyda mad lozim bo'ladi. Fotiha surasida ham valaddallin kelgan. Ana o'shanga o'xshagan kalima bu joyda ham dotni bildiramiz. Undan tashqari mad lozimi miqdoriga yetkazishimiz kerak. 6 harakatdan ko'p ham, kam ham emas. Ad-dallunal. Ayni paytda doni yo'g'oni lamga urmasligi kerak. Bo'lib qolishi mumkin. Dalluna bo'lib lo emas, lu ingichka. Al-mukazzibun la'akiluna min shajarin min zaqqum. La'akiluna uchraydi. La'akiluna emas, la'a hamza bilinish kerak. Min shajarin ixfosiga e'tibor beramiz. Shinni xili kelish kerak. Min zaqqumda ham ixfosi zini xili kelish kerak. Zaqqumda dimoq uchrab qolishi mumkin. Zaqqum bo'lib. Qum emas,
قوم فمالئون منها البطون فمالئون bo'ladi bo'lib qolishi mumkin فمالئون hamzaga e'tibor beramiz bu joyda ham فمالئون mina hali bo'lib nun ham lam ham qalqala bo'lib qolishi ehtimol minhal mana shunday aytilinadi minhal butun butun bo'lib qolishi mumkin butun bani zammasi yo'qolib qoladi butun bo'lib haqqini ado qilishimiz kerak فشاربون عليه من الحميم فشاربون buna bo'lib dimo bo'lib qolmasin qolgani oson alayhi minal hamim yuqorida aytganimizdek fi samumin va hamimdagi dimo bo'lib qolishi mumkin minal hamim emas hamim fasharibuna shurbal him fasharibuna demak oson shurbalda mana ro sukun tafxim bo'ladi sukun bo'ladi uchraydigan kamchilik shurubal ro zammaga moyil bo'lib o'tib ketib qolishi mumkin shurubal him emas shurbal shur sukun qilamiz shurbal him bu yoqda oson faqat lam sukunli qalqala bo'lib qolmasligi kerak shurubal him bo'lib qolmasin shurubal him shurbal him هذا نزلهم يوم الدين هذا bo'lmasin nuzuluhum hamma zammani haqqi bir xildek ado bo'lishi kerak nuzuluhum bo'lib qolishi mumkin nuzuluhum nunni yoki zani zammasi to'la chiqmay qolishi mumkin orada bir labimiz qaytib oladi zda nuzuluhum bo'lib qolmasin nuzu ingichka bo'ladi z nuzuluhum yawmaddin yavma bo'lib qolmasin dindagi dal esa tga aylanib qolish ehtimoli bor fotiha surasida ham o'tganmiz buni maliki yawmiddinda yawmaddin bo'lib tin bo'lmasin yawmaddin demak oxirlari mad oriz bo'lyapti biz 4 harakat cho'zyapmiz bugungi darsimiz mulohazalarimiz shundan iborat qolganlarini tinglash asnosida yana bildirishga harakat qilamiz Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Toshkentdan Feruz. Mashalloh. Boshlavering. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rahim. Wa ashabush shimali ma ashabush shimal fi samumin wa hamim wa dhillin min yahmum la baridin wa la karim إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون
لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الحين هذا نزلهم يوم الدين صدق الله العظيم. Mashallah. Doimgidek juda ham yaxshi. Xo'p, bitta nimada qarang. 48-oyatda ava abaunal avvalunni birinchi to'g'ri o'qidingiz. Xo'p, keyingisida uni sal cho'zib yubordingiz. Ava abaunal bo'lib qoldi. O'sha u cho'zilmaydi. Birinchi to'g'ri o'qiganingiz. Ava abaunal avvalun. Xo'p. Xo'p. Keyin sho'rbal him deganda yumshoqi sal hayga o'xshab kelyapti. O'shanga e'tibor berib qo'yasiz. Xo'p. 5 baho, qolgani juda ham yaxshi. Xo'p, rahmat. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qo'qon shahri Husan xo'ja. Boshlavering. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Wa ashabush shimali ma ashabush shimal fi samumin wa hamimin wa zillin min yahmumin la baridin wa la karim. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين صدق الله العظيم. Yashang. Tez o'qiganingiz hisobga olmasa hammasi joyida. 48-oyatni bitta o'qib oling-da. أو آباؤنا الأولون قل إن أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. Yaxshi, yaxshi. Xo'p, o'sha yerda av aba deb eshitilyapti o'sha. Ava va fathasini yaxshilab bildirib o'ting. Ava abauna. Qani? أو آباؤنا. Yashang. Mana shunaqa chiqish kerak-da. Sizga sal av aba bo'lib eshitildi. Keyin lamajadagi jimni qalqalasini yaxshilab bildiring. Lamajmuuna. Xo'p, xo'p. Qolgani hammasi joyida. Xo'p, bilamiz. Alloh razı olsun. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Xo'p, bilamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Toshkentdan Shohida. Boshlavering. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين
لمجموعون إلى لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين صدق الله العظيم. Mashallah. Doimgidek juda ham yaxshi, faqat o'sha zoga siz ham e'tibor berib qo'yasiz, yo'g'on bo'lsin. Sadaqallohul azim deganda ham azim bo'lib qoldi. Azzi, yo'g'on bo'lsin. Xo'p. O'sha va zillimda, keyin o'sha alal hinsil azimda zi. Qolgan hammasi joyida. Xo'p, rahmat. Salomat bo'ling, Alloh taolo ziyoda qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Xorazmdan, Shavotdan Jumanazar va Dilbarjon. Boshlavering. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashabush shimali ma أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسيرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا عظاما أإنا لمبعوثون أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لأكلون من شجر زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم وشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين صدق الله العظيم. Yashin. Yaxshi. O'sha hali sal kamroq ekan, o'sha ko'proq o'qisangiz yana ham tuzalib ketadi. Qarang, 1, 2, 3-oyatni qarang-da, va zillim min yahmun bo'ladi o'sha yerda. Siznikida man yahmun bo'lib qoldi, o'sha yerga e'tibor berib qo'yasiz. Ko'rdingizmi? Undan keyingisida la baridinda r-ni cho'zmang. La baridin bo'lib qoldi, o'sha cho'zmaysiz. Xo'p, 46-oyatni qarang. Va kanu
Va kanu yasirruna bo'lib qoldi, yusirruna deng. Hop. Hop, undan keyingisida va kanu yaquluna a iza mitna va kunna turoban bo'ladi, taroban bo'lib qoldi. O'sha o'qib qo'yasizda. Hop, keyin u 51-oyatda summa innakum ayyuhad-dalluna da lani ozgina o'sha ikkita qilasiz. Dallunal bitta bo'lib qoldi. Undan keyingi oyatda qarang. La akiluna bo'lib qoldi. La akiluna hamzani cho'zib qo'ying. La akiluna. Keyin 54-oyatda ham fasharibuna bo'lib qoldi. Fasharibuna da bni cho'zib qo'yasiz. Umuman harflaringiz, tajvidlaringiz yaxshi. O'sha mana bu i'roblariga deydi, a, i, u lariga, cho'zishlariga qarab qo'ysangiz, bu endi ko'proq o'qish bilan bo'ladi, xudo xolasa. Salomat bo'ling, Alloh taolo ziyoda qilsin. Salomat bo'linglar. Xo'p. Shu bilan bugungi darsimizga yakun yasaymiz. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.